Salom do'stlar, sizlar bilan Adaxonov Dilisi streamlari kanalida. Xo'sh do'stlar, bugungi roligimizda biz sizlar bilan Dream Liga Soccer 2026 o'yinida juda ham ajoyib rolik tayyorlab qo'ydim. Ya'ni bugungi video roligimizda biz sizlar bilan stream qilamiz. Ya'ni mana akkauntimizni ozgina to'g'rilab olsak, mana buni o'rniga rodimni qo'yamiz. Havodan kelgan to'plar juda ham ajoyib qaytaradi. Yaxshi. Endi biz Dream Liga Live o'yinimizga kiramiz. Kirilyapti degan umiddaman va kirdi. 39 degan leveli. Mayli. Qani, o'yinimiz boshlandi. Gap akkaunt levellarda emas, o'ynashga ham bog'liq. Nima qilyapti bu futbolchi? Mayli, qilaveradi. O'tib olmadi. Meni taktikalarim juda ham ko'p. Qanotga pas berish, kalta pas berish. Men uchun kalta paslar juda ham ajoyib. Menga yoqadi. Kalta paslar. Yaxshi. Va to'pni bizga tashlab beryapti ekan deb juda ham xursand bo'lib ketdim. Mayli, baribir hozir gol urishga harakat qilamiz biz. Nima qilib qo'ydik? Hozir to'pni qaytaradi, chunki uni bo'yi 1.91. Qani, Vini o'z qanotida chopar. Mappedan ajoyib super gollar. Mappedan super gol. Vini o'z qanotida. Mappe esa o'z qanotida bordi. Va gol urib keldi. Menga shunaqa oddiygina paslar yoqadi. Va jarima zarbasi bo'lyapti. Sizlarga bisimni ko'rsataman. Voy. Biz Wembleyda edik. Yaxshi. Qanotdan qanotga pas beramiz bunaqa vaziyatda. Va Dembeledan chiqib ketamiz. Hop, qanotdan qanotga pas berib, hujum qilishyapti. Bu va yaxshi, yomon emas. Yamal hozir yangilashlarga kelib 86 oldi, unda hali ham 85 ekan. Unda ham kuchaytirilgan ekan. Birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Va ikkinchi taymga biz mayli shunday qilamiz. Jarima zarbasi bo'lyapti. Va nima bo'lar ekan? Yaxshi. Jilla ishlab olishdi ular. Lekin xavfsiz demoqchiman. Va to'pni biz olib qo'ydik. Va hujumga ketamiz. Ketamiz hujumga desam va futbolchi juda ham ajoyib. Yaxshi. Qarasam chiqib to'pni meni olib qo'yib tepib yuboryapti. Yaxshi, yomon emas. Va ezilib ketib qoldi. Shundan foydalanib gol urib ketmasa bo'ldi. Chunki bitta xato ham juda ham ko'p narsalarni hal qilib qo'yadi.
Ba. Yana bir tekne olib qo'ydik. Oltirib ketamiz va gol. Dembeledan juda ham ajoyib gollar. Yaxshi, yomon emas. Mana shu vaziyatdan foydalanib ketmasa bo'ldi. Yaxshi. Yaxshi, Mbappe birga ovozga ketib ketdi. Voy, biz ustidan oshiramiz deb o'ylagandik, oshira olmadik. Chunki Kurtuvani bu 2 metrda. Hozir aldab varatasiga juda ajoyib gollar urardim. Bunisi aniq edi. Shu xatoni deb endi bizga gol urib ketishmasa bo'ldi. Yaxshi, Alisondan seyflar. Juda ajoyib shu jarima zarbalari bo'lyapti. Birortasidan ham foydalana olmadi. Shu Mbappe Virgil van Dijk ichiga to'pni tepib yuboramiz. Ikkinchi taymimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Juda ham ajoyib o'yin bo'ldi bu o'yinimizda. Endi sizlar kommentariyada yozib ketinglar, qachon stream qilay. 04:22 qilib o'sha kodlarda stream qilaman. Sizlar kommentariyada yozib ketinglar. Men qachon stream qilay? Sizlarga meni videolarim yoqmayaptimi? Kommentariyaga belgilab ketinglar, iltimos. Agar yoqmayapti turgan bo'lsa, ba'zilarga haligi negativlar shunaqa deb yozsa, masalan, meni videoyim ko'rmay qo'yaversin. Agar qiziqarli chiqyaptimi, chiqmayaptimi, kommentariyada yozib ketinglar. Sizlardan shu narsani iltimos qilaman. Keyin agar yoqyapti turgan bo'lsa, shu videoroligimga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bugungi videoroligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.